Assalomu alaykum aziz do'stlar hammaga. Charchamayapsizlarmi yangi yillar bilan? Bugun 31-dekabr. Men hamma qator dam olayotganim yo'q. Stadiondaman. Hech qaysi bola yo'q bu yerda. Mana. Hech kim yo'q, bo'sh stadion. Bitta men shu to'p bilan yangi videolar bo'lmayapti, lekin ancha-muncha chapayadi o'rganishni boshladim men to'p bilan. Hozirroq ko'ramiz turibkan. Eng muhimi bu yerda fint qilish yoki boshqa narsa qilib aldab o'tish shart emas. Himoyachilarni ham, oddiy o'rtalar bilan o'ynayotganlar aytinglarni ham umuman fint bilmasanglar ham sizlar dribling qilib ketsanglar bo'ladi. Asosan dribling degani bu fint qilish degani emas. Bu to'pda yo chapga, o'ngga katta tezlikda olib o'tib ketish degani. Misol uchun himoyachining yoniga borib fint qilib o'tib ketgandan ko'ra ancha uzoqroq masofadan 10-15 metrdan katta tezlikda yugurishni boshlasanglar, u sizlarni aldab o'tolmaydi deb turib patga tashlaydi, bo'lmasa yopishishni boshlaydi. Ash paytda sizlar to'pni chapga, o'ngga olib o'tib ketib, u orqalarda qolib ketadi. Aynan o'sha paytda sizlar dribling qilgan bo'lasizlar. Muhimi chapga, o'ngga tezlik bilan olib o'tib ketish kerak. Umuman fint qilishni o'ylamaslik kerak. Aynan shu paytda himoyachi dovdirab qoladi va keyingi himoyachilardan chapga, o'ngga olib o'tib ketib zarba berib yuborsanglar bo'ladi. Eng muhimi fint qilishlarni o'rganguninglarcha dribling qilib tursanglar ancha yaxshi. Fint qilishni o'rganib olganlardan keyin ham dribling qila olinglar, chunki sizlarda fint bo'ladi. Plus driblingni qo'shsanglar fint bilan juda yaxshi aralashib, ancha-muncha odam dovdiratib qo'yadi. Va aynan shunda darvozani yonida ham dribling qilsanglar bo'ladi. Ko'rdilar bugungi videoda. Shunchaki ko'ngil ochishni maqsadda olindi. Chigal yozib mashqlarni sizlar bilan bo'lishmoqchi bo'ldim. O'z YouTube kanaliga anchadan beri video qo'ymayapti, shu sababli. Endi yangi videolar kutib qolinglar. Biz ham havo sovuq bo'lgani uchun biz ertamanda chiqolmayapmiz. Kunduzlar maktab bor, ish bor, endi tushunasizlar. Lekin biz albatta va'da beramiz, 2026-yilda YouTube kanaliga 200+ video joylamoqchiman, ya'ni 2026-yilda 200 dona video olinadi. Kanalda 40 ta 45 ta video bor. U ham qo'shiladi, jami 250 ta 240 ta atrofida bo'ladi. Ular men asosiy maqsadlarimdan bittasi shu, 2026-yilda yangi yilda salom o'tkazib olinglar. Kimning nima orzu maqsadi bo'lsa o'shanga erishsin. 2026-yilda bizni qo'llab-quvvatlashda davom eting. Sizlar bilan Trekking 804 YouTube kanali. Hammaga xayr. Keyingi videolarda ko'rishguncha.